O'tda bitta men so'kmayman, butun respublika seni so'kadi bilasanmi, shu yerdan o'tayotgan odamlar. Yarim soatdan oshdi shu yerdan yurayotganimizga nahot choralarni qilmaysan? Qonunga ketkizgan kuchlaringni, mana bunday qonunni shuni miyangga joylashtirsang bo'lmaydimi? Hatto bir telefoningni kontaktga joylashtirsang bo'lmaydimi? İnsaniyat beparosat bo'lish kerak emas. Telefoningga hatto tanish bilish qilib, hatto bitta dona bo'lsa, gayini nomerini yozib qo'y. Iltimos anaqa bo'laylik, nima deydi? Iltimos ham qilib bo'lmaydi. Bunaqa situatsiyalarga to'g'risi. Farosatlik bo'laylik, hatto farosatimizda bo'lsa, o'zingni o'ylamasang ham boshqa odamlarni o'ylaydigan darajada bo'lsin, IQ darajang sal bo'lsa ham rivojlansin. Odamlarni o'ylazguncha, umrini olayotganingni, vaqtingni olayotganini ularni